Men hozir ko'ryapman, shlipovka tanamda bunday qalin qilib olib terni prosta olyapti. Dog' ketmaydi deyapti, dog'larni ketkizib beryapti shlipovkani o'zi qanday prosta yuzda shunday terni ko'rib Shlipovka bor. Unga qanaqa qaraysiz? Salbiy qarayman, chunki nima uchun salbiy qarayman? Yo'q, men qilaman, sezonida qilaman, ya'ni hozir noyabr oyidan boshlab qilamiz. Nima uchun salbiy qarayman? Bizda u narsani agar to'g'ri tushunib qilinsa, unga podgotovka kerak bo'ladi har doim. Lazerli shlipovkaga, CO2 ga podgotovka, ya'ni kollagenoterapiyalar bilan, polinukleotidlar bilan, biorevitalizantlar bilan oldin terini tayyorlashimiz kerak. O'zi teriga stress beryapmizmi? Teriga stress berishdan oldin u stressdan yengil chiqishini ta'minlab berishimiz kerak. Biz to'g'ridan to'g'ri teriga stress berib, terini shilib tashlayapmiz. U yanada 2 barobar o'sha dog'lar 2 barobar chiqib ketadi. Nima uchun shlipovkadan bizda effekt ko'rishmaydi? Потому что to'g'ri podgotovka yo'q. Ana shu to'g'ri podgotovkalar bilan qilinsa, почему бы нет? Zo'r protsedura. Shikkarno ishlaydi, natijasi zo'r. Faqat u to'g'ri specialistda, to'g'ri apparatda qilinganda.